Yaqında Qozog'istonning Olmaota shahrida atoqliq tarixchi Turg'un Almosning Uyg'urlar nomli kitobi Kiril Uyg'ur yozig'ida nashr qilindi. Bu mazkur kitobning arab elifba asosidagi koni Uyg'ur yozigidan Kirik, ya'ni Slavyan Uyg'ur yozig'iga ko'chirilib nashr qilingan tunji nusxasidir. Intizor nashriyatidan yo'riq ko'rgan bu kitobning nashr qilinishiga Olmaotada yashayotgan Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan yordam qilgan. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk medeniyetinin yeni devri, ortak taraqqiyat ve güllenişki qarab temisideki 9. qitimliq başlıqlar yığını Özbekistan Prezidenti Mirzayev'nin sahipqanlığıda Özbekistan'ın tarihi Samarqand şehrida o'tkazildi. Özbekistan Prezidenti Mirzayev yig'in munosabati bilan davlatiga borgan Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'onga O'zbekistonning eng yuqori davlat medalini taqdim qildi. İlginççe, Xitoy davlat raisi Xi Jinping 15-16 noyabr kunlari Indoneziyaning Bali orolida o'tkaziladigan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashadi ekan. Hamda Amerika prezidenti Joe Biden bilan 100 turani ko'rishadi ekan. Bu ikki rahbarning Joe Biden vazifaga o'ltirgandan buyon tunji qitim 100 turani ko'rishishi ekan. Bu rahbarlar ilgari har ikkisi muavin prezident bo'lganda 100 turani ko'rishgan bo'lib, Biden saylangandan buyon 4-qitim telefonda so'zlashgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Xitoy Rossiya munosabati tashdek kuchli dedi. Zhao Lijian Rossiya bilan Xitoyning munosabatining o'zaro manfaat yetkazadiganligini va mustahkam ekanligini tilga olib, ularning boshqalarga qarshi emasligini, o'zaro hurmat qilish va ishonishni asos qiladiganligini ta'kidladi. Xitoyga tava deb qaralgan va ilgari atmosferaga kirganligi bayqalgan raketaning qoldiqlari Filippindan tepilgan. Filippin olam qatnashi idorasining bayonotiga qaraganda, tepilgan axlatlar 30-oktyabr Xitoydan qo'yib berilgan uzun safar 5B raketasining bir qismi bo'lishi mumkin ekan. Filippin amaldorlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki kelishimiga asosan raketa qo'yib berishning olam bo'shligiga urilishi sababidan kelib chiqqan ziyon yoki yaralanishga to'lam talab qilmoqchi bo'layotganligini aytgan. 1933-yili 12 noyabr Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati bilan 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilish kunini xotirlaymiz. Zulmga tez bukmas ro'yi bilan ozodlik va mustaqillik bayrog'ini ko'klarda parvoz qildirgan qahramon ajdodlarimizni va shehidlarimizni yod etamiz. Uyg'ur televiziyasi bo'lish sifatimiz bilan eng qisqa zamonda Xitoy zulmidan qutulib, mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga tilakdoshlik bildiramiz.